tamoq chiqmaydi, ama nima chiqmaydi? Hamma tamoq chiqadi. Katta. Deb qolsa bizning tunur kaplama jilla g'alat tushyapti. To'qoymizmi? Jilla g'alat kuniga 30 dan tugatgan, bugun 20 bozor sal boshqa bo'laman. 30 dan to'qoy tugatgan. To'qoyimiz bo'lib qolsa o'zimiz nayt pok toza akab pishiryapmizmi? Anakimizga qo'y go'shtini kebab hozir pishdi mana. Kal go'shtini kebab ichini ko'rsin mahkam qilamiz. Ana Muşunda g'alatda qop-qora adatda sig'ir yo'q, meva yo'q, pesh yo'q, usqun yo'q. Shuni kal go'shtini kebabniki. Bahasi o'xshab 1.8 ga. Qaynab pishyapti mana. Muşundaq 3 tonorda to'xtamay hozir pishyapti qarindoshlar. Har qanday vaqtga siz issiq hozir yeysangiz bo'ldi. Kilosi orallar 88 koy. 1 kiloga 88 koy muşunda g'alat go'sht yeysiz mana. Bir joziga 1 kilo elimiz mana. Bu bunda gap. Ajab og'zini tutib ishemga qandaylab qolsangizlar. Hamda 1 kilo ayirmay parlab ilpagilamaydi. Mucha do'konimizda ichilar mana yandil do'kon bor. Ichi kirib, go'shtni o'zingizlar bir putin tutib, maputni pishirib, sizlar oshib putma janab 88 koy pishiribsizmi? Nurg'ulg'an gaplar bu qiqib turibdi. Ba'zan 1.5 az bir qismi. To'ng go'shtli debchi. Yangi go'shtni qanday holatda hozir go'sht bormi yo'qmi yig'insa? Operator jun. Film kesmang ha. Sen hozir jazirlar qanday malmanki? Malman bo'lsin sizga bir ko'z tutay. Go'shtning ahvoli mana. Mushundaq mishayli go'sht ilimiz mana baliqimiz va dorimiz. Ishini ko'rsatma. Endi men kelar. Mana. Oyning qo'ning qorqo'yi. Yerli qorqo'yni mushunda g'alatda. Kunozda maylani mana tozlaymiz. Oldin qilsin tozalab qoldi, qashlab turibdi maylani. Mayka mushundaq tozalab yangi go'shtni. Mana qorpoqlan kunozami, qorpoqlan. Mushundaq tozalab belli qilib, ondan keyin oldiga chiqib ilib pishiramiz. Siz to'ng'ish taqasangiz, mush do'konimga kirasiz. 3 kilodan 5 kilo jasizmi, kirgani qo'yma. 1 kilo olmadan yoki bir tal baraydiganlar bu qolsa, unmayma. Biz jazirga, bir tal mayli go'sht chiqadi. Ama yerli qo'y shirkaniga 1.5 tal mayli qo'y go'sht chiqadi. Gap ochiq. Biz qo'lini qo'ynakka pishirgan bo'lsak, may chiqmaydigan o'rnini yashasak bo'ladi. Lekin biz yerli ishlatishga 1 tal 1.5 tal qo'rog'ini kesani, simizroq yaldira chiqadi. Lekin u go'sht ajoyib tatlı go'sht. Ajoyib badan tepadigan go'sht. Mana jazirimiz bo'lsin ahvoli. Shunda ko'stib. Misha cho'qim kesilmasin. Nima ish kesilmasin? Deb qilish mumkin. Ko'sin, nahmaydan ko'sin biz qanday ishlatamiz deb, shunda aynakli qilib o'ylansab, sizlarni ko'rib o'tirib, aniki yeysangiz, ishtaylar, ishonch bilan yeysizlar go'shtni. Shunlashqa abisin do'konlarni aynakli qo'ydik. Mana qarsiz ham ko'ra olasizlar go'shtdan ana go'sht totqirimizda. Bizniki ola go'shtimiz mana. Misha do'kon olgansizlar, parlab, qo'rg'usini yemaysizlar. Mana oldi qo'l qo'rg'usini. Oqib yemaysizlar, qorgo'sh oqibdi. Jazirot. Bizniki to'g'oy kebab. Megalanza. Bizniki shujaru bugun yerli falan soldi. Asajat o'g'loq solgan. O'g'loq qiz. O'g'li va qarindoshlar qasilda 70 ko'yni putini olaman, jigiri qatib olaman. Bu shundoq noj ko'rsalaman ajaba. Ha. Halikan majozimizda yig'iliq kalusqun chiqayotgan. Kalusqunimiz necha bit qoldi? 10 yo'qsa yo'q. 10 miqcha kalusqun pishib chiqqan bir ko'rsatman sizga. Ochiqlamas qoldi. Kalunki beshi, qochoq. Halikan josuy. Biz asosiyatdan josuyni qo'rpiramiz. Agar gangimizda qolsangiz, gangiz qasaq bo'ladi. Halikan bizning komandimiz, go'shmantimiz to'xtamay jala qoladi menvatada. Lansaylarimiz bilan pakiz shunday muzdek ala turdi. O'xshagan serg'ashlarimizni tortiling mana. O'xshagan serg'ashlarimiz muzdek. Shunda ozodi muhitda bilan ko'rsangiz kelingizda. Muzdek o'tirmaysizlar tamamen bo'ldi. Hamda operator keniga. Mushu bangan bir kenim bir ko'rsatib chiqing. Videoni kesmang. Bizniki aramganing naqadar cho'lg'ini bir ko'rsataylar. Mana keyni bizning boqqichisiz muzdek. Men oldi maydan bir keyni maydan 5 gradus paqilajimi? Alayda muzdek o'tirmaydiganlar keyniga chiqdingizlar. Bu nima ish qilib muzdek desingizlar, tak bor, barang bor, o'rmon bor. Bega asajatlik memnunsiz keldi sirtdan. 15 kishilik, 20 kishilik. Bizning cho'ng karvatlarimiz bor, bizning cho'ng jo'zlarimiz bor. Azon muyt o'tirsizlar. 5 gradus paqilajimi chaqchaqimdan. Oldilar oqa 5 gradus paqildi. Muzdek o'tirmasizlar, cho'qim oqa chiqingizlar. Mana bu qasa kalusqini chiqaldi. Chiqingizlar. Kalusqinim ishda. Bugun odash 20 kilo soatimiz kuniga. Ata yeni shuni jiqlasa 12 kilo jiqlab qo'ysizlar. Kalusqini emas 4 kilo 88 koy. 4 kilo kalusqini 88 koy. Bir shat og'ina bir 4 kilo usqan bilan bir shikqat suv qachib ketingizlar. Alayda ochiq ta'mir pishadiq. Tabiiy ta'mir emas, salbiy ochiq uchun bak ochiq emas, normal ochiq pishadiq. Ana, bo'ptimi qarindoshlar degandek. Mana bizga usqalarni bir aqr ko'rdik, hamda bizga chiqayotgan tomonlarimizning qadoqlarini ko'rib boqingizlar.
Tamak çıkmaydı ama neme çıkmaydı? Hem tamak çıkıdı. Kettik.